Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körülmeler. İslam ve Biz programımızdan 121. saniylik görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli körülmelerimiz uzundan buyan her bir Müslüman çokum dinide Kur'an, sünnet, nuru astıda, onun körsetmesi asasıda düşünüş gerek bulan xilma-xil temalarını ayrım tema mavzu şekilde huzuruna sunup kelavatımız. Allah subhanahu ve ta'ala sözlengen barlıq temalarını haqiqi ravishda tushunib, shuning ruhi bo'yicha amal qilish ne'matini ato qilishini Allohdan tuvanchilik bilan so'raymiz. Qadrli ko'ruvchilarimiz, tunugun e'lonimizda bergandek bugungi temamiz albatta intayin muhim bir tema. U bo'lsin farzandlarimiz bolalardagi aqida ruhininki qanchalik muhim ekanligini biroz suhbatlashaylik deb. Albatta bizning butun temalarimiz İslam ve Biz programımızdaki aile, araylık bo'lsin, her bir Müslümanın bütün hayatındaki barlıq sahaga chetildigan mavzularni so'zlayapmiz. Albatta farzandlar haqida bu jarayonda xilma-xil o'z mavzusiga kelganda so'zildik, ama bugun bu aqida ruhini yetildirishning muhimligi haqida to'xtalish uchun huzuringizda turibmiz. Programımızın daimlik aziz mehmoni hammalar tunuşuq bo'lgan hürmetli Ustaz Şarq Türkistan Ölüm Ana Birligi shundoqla Dünya Müslüman Ana Birligi a'zosi Ustaz Abdurrahman Jamal Kashg'ariyni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashrif qilganlar uchun ko'p rahmat aytamiz. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali naq maydondan tarqatilyotdi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shundoqla ijtimoiy fikr vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishingizni, savollaringiz bo'lsa, so'rashingizni umid qilamiz. Shundoqla ko'plagan qarindoshlarimizdan foydalanish uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Undaqda bevosita programmamizga kirib kelsak, ustoz, albatta deganimizdek farzand masalasini albatta bu programma va boshqa nurg'un programmalarda xilma-xil şekilde to'xtalib kelyapmiz. Millatimizning kelgusi bo'lgan, o'zimizning naslining ham davomi bo'lgan bir musulmonniki uni haqqini ado qiladigan vaqtida dunyo oxiratlik baxt saodatimizni ham ota-onalar bo'g'ishi qo'lga keltiradigan bir masala hamda. Shunga albatta muhim bir tema. Shunga oldi bilan bu bolalarda aqida ruhini yetildirish kimning majburiyati degandan boshlaylik. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamdisine Peygamber Aleyhisselam'a dua salamlar olsun. Balılar, ya ki ösümürler, ya ki yaşlar ösümlük okşay. Ösümlük qarsak, münasip bir muhitte, münasip vakitte yaxşı pərviş kılınsa, baraksan halet kelidi ve yaxşı meyve verdi. Balım şunun okşaş. Ballarım yaxşı muhitte terbiyelense, ballarımı del vaktida terbiye verilse, ballarımı meyve bir dağım bol. Balalar yaratılışlam zirek yaratıl. Bir nas ögesi qabul qilamiz, qabul qilin. Doğramız doğrun. Aqli iqtidar hamma balalarda qaysi adam bo'lsin o'xshashmiz o'xshash. Balalar yaratılışlam zirek ve tabiiy xarakter üstü tug'iladi. Balalar aqqagizga o'xshaydi. Xamiga o'xshaydi. Qaysi bir holatda uni o'zgartiraman, qaysi bir holatda uni shakllantiraman desa, shakllantirgani bo'ladi. Şuna bu balınınki Müslüman nispeten aqid ahlak cihattin yaxşı üsp yetirişide ya ki bu balınınki doğru yoldan burulup geçişideki en çok mesuliyet, en çok yük ata-ana yüklün. Bala aqidedek, ahlaklık, yaramlık, anlık yetişip çıksın ata-ananınki rolü. Eğer bala doğru yoldan burulup ketken olsa, ahlaksız olsa, ansız olsa, hurum olsa bu mesuliyet ya bu mecburi, kimden mecburiyeti ya kimden sebebisi birinci olarak ata-ananınki mecburiyeti hesaplanıyor. Çünkü ata-ana itikadlık olsa, anlık olsa balısına özüge okşayıp itikadlı, ahlaklı, anlık, milletke, vatan gibi faydalı adam yetiştirişke siz koşuyor. Hoş. Ben okşayıp bir doğru yolda mansın değil. Ben milletten mesul küçümden hiç ada kılgan olsam, mendin mi yaxşırak bir adam olsun da bunu ilgar kesiplerde okçuşka terbiyeleş köngül buldu. Eğer ata-ananın itikadı töven olsa, onun ahlakı naçar olsa, ya ki ansız olsa, ya ki ballar olan karı yok, ben ballık pul teppedim o. Ballık obdan goşlan teppedim o deb terbiye cihattin yeterlik vaqt çıkaranmaydigan mesuliyeti olup kalsa, o vakti o balınınki ak kağızdaki karakteri buzuludu, ahlak naçarlaşıyordu. Ama afsuski köplügen ata-analar qarsak,
balninki jismoniy tarbiyaga nihoyat ahamiyat berdi. Jismoniy tarbiya ahamiyat berganlikdan har mavsumda, balki mavsumdan atlab har oy degidek yoki har yil degidek moda qo'g'ilishib eng qimmatli markali kiyimlarni olib berdi. Buni qarasiz. Xo'sh. Eng ilg'or kiyimlarni, eng ilg'or soatlarni, eng ilg'or telefonlarni olib berdi. Jismoniy jihatdan, shakliy jihatdan buningga yetkicha balki o'zidan oshirib mablag' soladi. Ammo bolaning e'tiqodiga bundaq mablag' solamiz ko'pligiga ata-ona sanmaydi. Bolaning ilmiy hayotiga, ilm ma'rifat o'rganishiga moddiy jihatdan mablag' solganda ko'pligan ata-ona sanmaydi. Xo'sh. Qo'sqi bir qatim tamoq yemay qolib qolsa, voy bolam deb boshlarini siylab, bir yerdan tamoq ekib berishga yoki 2 soat tamoq etkizishga roziki, ammo bolasi namoz sal qarab qolsa, yoki o'ziniki o'qiydigan dars o'qimasa, yoki maktabga bormasa, yoki bir musulmonlik majburiy ustida Qur'on kurslari yoki Qur'on dars o'rganmay qolib qolsa, uningga parvoyi balak, oyindaq bir reallik mavjud. Amaliyotda bu bolalarga dasmi selish, bolalarni tarbiyalash bu eng ulug' bir vazifa. Eng sharafli bir vazifa, eng ig'ir bir vazifa. Bulam balani aqidalik, axloqlik, ongliq yetishtirish kimning mas'uliyati birinchi qilib? Maktabning majburiyatimi, ota-onaning majburiyatimi, jamiyatning majburiyatimi? Uchga bo'laydi. Kimning mas'uliyati birinchi qilib? Ba'zan deydiki, balam men maktabga berib etdim o deydi. Buni anda qilan, manda qilanni maktab mas'ul. Maktablarga atib qo'ydi. Ba'zanlar jamiyat undaq bo'lib ketdi, bundaq bo'lib ketdi deb mas'uliyatni jamiyatga atib qo'ydi. Zati balni aqidalik qilish, axloqlik qilish bir musulmonga loyiq shaklda tarbiyalash birinchi bo'lib kimning mas'uliyati? Ota-onaning mas'uliyati. Bu ig'ir mas'uliyat, ig'ir vazifa ota-onaning majburiyati. Buni ota-ona er bo'lsin, ayol kishi bo'lib qolsin, buni bilish lozim. Chunki payg'ambar alayhisalom kulli mavludin yuladu alal fitra. Bola sap xarakter ustida, oq qog'ozdek pok, ma'sum holat tug'iladi. Buni yaxshi odam qilishmi ota-onaning ishi, buni nachar odam qilishmi ota-onaning ishi. Buni ilg'ir saviyalik, yaramliq bir musulmon yetishtirishmi ota-onaning majburiyati, buni keraksiz, layg'azal, kerak kelmaydigan holatga keltirib qo'yishmi ota-onaning majburiyati. Dindor qilib tarbiyalashmi ota-onaning majburiyati, fasiq qilish, dinsiz qilishmi ota-onaning majburiyati dedi hadisning ruhida. Şunun bilan birlikte Peygamber Aleyhisselam ata-onalarga tavsiya qilib, bir ota-onaninki bolasiga taqdim qilgan eng ilg'or so'g'i esa go'zal axloq. Yaxshi ta'lim tarbiyadir. Bilim ma'rifatdir. Ammo afsuski bugun kunlikda ko'plagan ota-onalar o'ylaydi, bolamga bir mashina qasi oldi. Mashina degan uy qasi oldi. Qiz olsun, o'g'il olsun birinchi qildim, bolamga bir uy olib bersam dedi. Bo'lsa bolamga bir mashina olib bersam dedi. Masalan, o'ylab qo'yash u ayrim bir masala. Xo'sh, xo'sh. Onu mecburiyet deydi yoki yardım deb qaraydi. Halbuki balığı selindigan eng çok mablag' yoki balığı taqdim qilgan eng ilg'or so'g'at yaxshi bir tarbiya. Yaramliq bir tarbiya. Yüksek saviyada uning ilm ma'rifatini oshirib, bir musulmonga yarasha bir odam yetishtirish bu balığı taqdim qilgan eng ilg'or so'g'at. U balığı uy qolmasin, to'g'ri. Balığı mashina qolmasin, ilg'or markalik telefon qolmasin, ammo u bolada bir bilim ma'rifat qolsa, yuqori darajalik bir mahorat, qobiliyat qilib qolsa, bu ota-ona eng yuksak darajada o'zining mas'uliyatini, majburiyatini ado qilgan bo'ladi. Ammo afsus ko'plagan ota-onalar qarasak, men bolam maktabga qo'yadi. Meni ishim tugdi, men qo'sqin to'yg'izib beraman, uning kallasiga kirdigan narsa to'g'ri bo'ldimi, xato bo'lamdi? Xo'sh. Maktabning ishi, jamiyatning ishi deb boshqalar otib qo'yib, mas'uliyatdan qochadigan bu ongsizlik, ammo afsuski ko'plagan kishilarimizda mavjud. Onun üstüne ata-onalar qarasak, bolalarni tarbiyalamoqchi bo'lgan. Ya'ni Payg'ambar alayhisalom degandek, bolani yaxshi odam qilish, yomon odam qilish ota-onalar ustida. Bunda qilish uchun bu ota-onalar qarasak, yetarli ma'lumot yo'q ota-onalarda. Islom haqida yetarli bir tushuncha yo'q. Unda o'g'ilgan bu ota-onalar bolalar savol so'rash ishchi qildi ba'zilarni. Masalan, e'tiqod to'g'risida ba'zi savol so'rasa, unda savol so'rama kufr bo'lib ketsan dedi. Va bundan sen xato bo'lib ketsan dedi. U bolani 4 yoshlik bola bo'lishi mumkin, 6 yoshlik bola bo'lishi mumkin, 8 yoshlik, 12 yoshlik, hatto 20 yosh qadar bola bo'lsa, kallasiga har xil savollar kiradi. Xo'sh. Telefondan anglishi mumkin, ko'chadan anglishi mumkin, og'inizdan anglishi mumkin, har xil savollar kelsa, ba'zi ota-onalar ishsiz qiladi. U bolani savol so'rashdan cheklaydi. Natijada
o bala o sualdan ki cevabdan ata-anasından alanmay sualdan mahrum kaldı. Demek ata-ananınki İslam düşüncesi töven bolsa, bulap mı akidenin ruhini bilmese, bu kallasa buna yeterlik bir delil paketga ega olanmay qolib qolsa, u bola bu savolning javobini nereden ilishga turishadi? Birinchi bo'lib sirdisha oladigan, tushunisha oladigan, mundisha oladigan odami bolaninki ota-onasi. Ota-onadan ololmagandan keyin bola u vaqtida internetni ota-ona tutadi. İnternetni yetakchi tutadi. İnternet dunyosini o'rnak tutadi. Xo'sh. U vaqtida büyük alimlerimizden İmam Ebu Hanife kim deydigan yerlarga keldi. Tanımagan, ata-onasi o'rgatmaganki, ulardan so'ramaydi. Yoki bugungi zaman şu alimlardan mesela o'lib ketgan Şeyh Muhammed G'azzali deyli, yoki Yusuf Qarzavi deyli va shunga o'xshab bir bo'lik olimlar. Uni tanimaydi. Buni taniydigan kimsa Ronaldoni taniydi ko'pincha. Yoki olmagan bo'lsa Michael Jacksonni taniydi. Chunki uning ma'lumot manbasi boshqa tarafga yo'tkilib ketdi. Demek bir yerdeki bunun sebep olan nesimiz ata-ananınki İslam akidesini yeterlik derecede bilmez ki. Balısını kaylık yığdak şeklinde. Ata-ana kitap okuması nereden biliyordu? Hoş. Dadısı mescideki bazı bir vəzniyasiyat olan toluk bir kanaat iyi olalım kitap okuması. Anası lağmayın itibariyle falan bu kanaatke bu deli iyi olalım. Demek bir yerde balamını sağlam bir itikatlık bir Müslüman kılıp yetiştirmezse az diye ata-ana boğuşu, eğer ayal boğuşu bir saat İslam hakkında bizler küllik üzme okuş lazım. Özü okuş lazım, ballarını ekilip birlikte okuş lazım. Az oğuğa vakti. Başka vakti matematik okusun, fizik okusun, kimya okusun, onu bunu okusun. Bir saat vaktini İslam hakkında kel balamda birlikte oturup, nöbet olan balam, özü olamdı. Özümü düşense, ballarımı düşense, bilmegen yerini başkalar sonra düşense, o vaxtida bu balını bir adam kılıp işitiyor gene baldı. Fakat lağmanı itibariyle olan, ilgar markalık tilpini etbergenlikle bu balını sağlam akidelik, sağlam bir insan işitiyor gene bulmaydı. Şuna ballarını sağlam akidelik, ahlaklı, bilimli, kabiliyet yetiştirmen derken birinci olup ata-ana İslam'ını biliş lazım. İslam akidesinin takazzasını özü yaxşı düşünüş lazım. Neçe katlam kıvet kitap okuş lazım ata-ana. 6 betlikni okup yadlab bana İslam akidesi 6 erkan bil tügep dur işe olmaydı. Her bir İslam'dan erkan nimini maksat kıldı. Buna takazzası ben. Gündelik hayat ki mektep olsun, cemiyet olsun, kesip olup kalsın buna olan nime alakası var. Bu nasıl bir iş lazım. Biz bu vaktan etçilegan kitaplarını çıkardık. Mesela İslam prensipleri diyen okşaş. Gündelik hayat münasebetlik. İslam ve gündelik hayat diyen okşaş. En addesi. Bir nasıl destat öz biliş lazım. Şunu olan birlikte ballarına kiçigiden ta çoğun oğan kadar ta bu balı en bundaki hata yol kirip ketmez deydiğen keskin işence şekillengen kadar özdeksiz her jilideki bunu akidenin ruhini, akidenin asasını üzmey balığa yüktüş lazım. Bu ata-ananınki başta bulunmayacak mecburiyet. Bu mecburiyetin ada kılalsa o vaxtıda ata-ana özünün birinci mecburiyetini besip ötken buldu. Tamam. Hakikaten Allah razı olsun. Demek yukarıda sözlep ötlegendek cemiyetimizde bağırğın reallıqımızdaki açık meselelerini tilgilip ötle. Programımızda xilma-xil mavzusu kelgen yerde sözlengen meseleler aslında şu farzand terbiyesideki ata-analarning bulupmu özü bilmegenligi sebepli onun bununla atıp koyduğum mesele. Sözlerime tilgilip ötlemdim şu taksirat veya ki şu kemçilik sebebinden bugün bulupmamdı internet devrede şunun mayılıp kitiyotgan hamma adamning qo'lida telefonga bo'lib ketiyotgan hatta ballarını besiqtirish uchun telefon tutqizib qo'ydigan bir davrga açık bir reallıqda yaşayotimiz hamda. Şu anda bu internetninki balının aqida ve onunki dini ko'rsatadigan, axloqi ko'rsatadigan ta'sir haqida bir ishga gap qolmasam. Yakın zaman kadar belki 20 yıl etrafında bo'lsa kerak. Balının ma'lumot manbasi, ma'rifat manbasi kimsiz ata-onasi edi. Bunun bala mektep yaşı kadar belki başlangıç tugatgan kadar itiqat meseleleri, ahlak meseleleri, medeniyet meseleleri, urf-odat meseleleri köpincha ma'lumotni kimdan oladi desa birinchi qilib ata-onasidan oladi. Ata-onasi azroq bir uqumishli, aniq odam bo'lsa. Biz yuqorida deganimizdek chunki bu ata-onaning majburiyati. İkinci qilib maktab bolalarning ma'lumot manbasi edi. Ata-onadan kelgan köpincha nasl nerede o'rganilsa, maktabda o'rganadi. Demak bu yerda ata-ona maktab. Bu ishga aralaq bilan bolalarningki
qo'shimcha kitoblarni, qo'shimcha ustozlarda, qo'shimcha kurslarda o'qish bilan, qo'shimchasi bilan kengayib mangadi. Qandaqdir yaqinki vaqt ichida internet inqilobi va tashviqot inqilobi sababidan balla uyda o'ttasım ma'rifat buloqlari yoki ma'lumot omborlari uylarimizga, derizimizdan, ishimizdan har yerdan o'zimiz xohlab qolmay kirgan bo'lib ketdi. Dastlabda ota-ona ma ma'lumotni berayli, ma ma'lumot hozir tutib tursin, kerak o'tayli deyish mumkin kallasida. Masalan, 15 yosh chiqqan bola so'zlanadigan ma'lumot bilan 10 yosh so'zlanadigan ma'lumotning farqi bor ba'zi nuqtalarda. Bularning o'g'il qiz bo'lib qolsa, buni kerak deysiz. Bugun kunlikda bola 8 yosh, 10 yosh kirsimi, ota-ona xohlab xohlamaylan ishkidan bo'sab kirdiganlar bo'ldi. Ishkidan kirib derizdan kirmasa havodan bo'sab kirdigan bo'lib ketdi. Bu internet dunyosidagi ma'lumot dengizi ko'plagan yaxshi ma'lumot bo'lgan bo'lsa-mu, buningda shuningdek ko'plagan nachar ma'lumotlar bor. Biz musulmonlar foydalanish tegishli nasl bo'lgan bo'lsa-mu, ilm ma'rifatlar shuningda musulmon ziyonkashlik olib boradigan nurg'un narsa. Masalan, buningda yaxshi bilan yomon aralashib ketgan, ko'plagan yosh bolalar farq etolmaydigan, halol bilan harom aralashib ketgan, to'g'ri bilan noto'g'ri birlashib ketgan bu xil ko'rinishlar, bu xil holatlar, bu xil ahvollar bolalarning aqidasiga, bolalarning dunyo qarishiga, bolalarning yurish turishiga, bolalarning axloqiga ta'sir ko'rsatgan, hattoki bolalarning kimligi bevosita tahdid solgan holatga kelib qoldi. Xo'sh. Kimligini yo'qotib qolgan ahvollar mavjudmi? Mavjud. Masalan, qarasak, bolalarning jismi ota-onasining qashida bo'lsa-mi? Balaning jismi ota-onasining qashida yoki uyda bo'lsa-mi, lekin balaning ruhi nada? Ba'zida Angliyada topishimiz mumkin. Uning fikrini Instagramdan topishimiz mumkin. Uning yurish turishini TikTokdan topishimiz mumkin. Jismi uyda bo'lgandan balaning fikri, tasavvuri boshqa bir qit'ada, boshqa bir dunyoda. Balam deb to's, ha deb o'zidan nariga qolmay, cho'chib ketgandek javob berganligi balaning bir xiyoliy dunyoda yashayotganligini ko'z. Bir zamanlarda qaraslar, uni deyishdan hojat yo'q. Koreyaning filmi bir zaman yurtimizda qo'ysa, Hindistonning filmi savdosi tushib, to'g'ri. Insiz hayot degan mushtaq o'xshaydi, davomli qanda ko'k manzillik yerda usul o'ynab yurtidigan o'xshaydi deb paydo qilganmiz. Keyingi vaqtlarda Koreyalı hayot mushtaq o'xshaydi deb xiyoliy dunyo cho'kib ko'plagan ilg'isbaslik jamiyatda ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, xo'sh. Aslida bugun kunlikda internet dunyosi bolalarning kimligiga, balalarning qimmat qarashiga, tushunchasiga, hatto e'tiqodiga ta'sir ko'rsatgan bo'lib ketdi. Masalan, Instagram qarab boqay, TikTok qarab boqayda, YouTube qarab boqay, shuni bir bo'lik sanasa, buningda qisman yaxshi ma'lumot bo'lgan bo'lsa, ko'pincha bu yerda musulmonga yarashmaydigan, musulmon uyg'un kelmaydigan, harom bo'lgan, kisb aytimizga harom bo'lgan, noyalik bo'lgan, nachar ko'rinishlar bu balalarning zihniyatiga, balalarning psixikasiga. Shunday o'xshaydi. Mushunda bo'lsin, bo'ldiga o'xshaydi deydigan holatni shakllantirib. Ba'zi yoshlar qarsak, hammasi demaymiz, qo'lidagi telefon, iPad bo'lishi mumkin, bilgisayar yoki kompyuter bo'lishi mumkin. Buni ilmiy saviyasini oshirish qo'llanmay yoki ilmiy iqtidorni unadagi darslardan, programmalardan foydalanish ishlatmay, ko'p vaqtni nimada o'tkazdi bo'lsa, yuqori sanamizga o'xshash, nada topqin oldi balani desa, to'rxona kirib ketmagan bo'lsa, Instagramda, TikTokda, YouTube'da yana bir jangallarda, yana bir xiyoliy dunyoda vaqtini ko'pincha o'tkazganlikdan bularning e'tiqodi ojizlashib ketgan. E'tiqod burun bo'lganmiz, e'tiqod ojizlashib ketgan. Axloq buzilib ketadigan ahvol yuz beradi. Bu e'tiqod ojizlashganligi, axloqdan chekinganlikdan nimiz bilsa, bu bolalar Qur'on o'qimiz, Qur'on o'qish shu darajada ag'ilg'ali shakllanadi. İbadet deb qolib qolsa, urib tepmesi unda qilmaymiz, ibodatga tashabbus qilamiz, qiziqtiramiz, rag'batlanamiz, ibodat eg'ir qilgan hal shakl. Maktab desa besh og'riydigan yakil. Xo'sh. Ota-onaga desa, nima meni bir qo'ysa bo'lmaydi bu yerda, ma'nosini ko'rib olsam 5 minut qolgan, 10 minut qolgan yoki 2 soat qolgan, bu 1 soat qolgan deydigan hal shakl. Kiyim-kechga qarasa, yurishtirib qarasa, uning qulqi qarasa, bo'yni qarasa, musulmon axloq yarashmaydigan ko'rinishlar mavjud emas. Biz halqa esvagan erkek turu. Biz chechini alıveraq sayliq boyavagan xuddi hali Amerikalik bo'la oladigandak o'zining Uyg'ur ekanligini unutib qolib millatni o'xsan. Uyg'ur bir musulmon ekanligini unutib qolib, hali Amerikani do'rab baqadigan, hali Jacksonni do'rab baqadigan, hali yana birisini do'rab baqadigan bu xil ko'rinishlar kiyim-kechaklar qarsak bir xil odatda mavjudmi desa mavjud. To'g'ri. Ba'zi qarsak bu bola emas. Mening balam bu, mening balam emasmi bu? Neçə vaxtınız mən tərbiyələyən balı şumu, yoki emas. Bu noqtası mənim qo'lamdimi, yoki emas, noqtası buni xiyoliy dunyoda buni kontrol tizgini kimning qo'lida? YouTube boshqaruv o'tamdi.
TikTok boshqarib o'tamdi, Instagram boshqaram, ya onasi bilan dada boshqarib o'tamdi. Bu xil ahvol reallikmi? Nadan keldi bu ahvollar? Nima qilib shunday ahvol shakllandi deyishimiz mumkin. Buna nechilar sabablar bor. Balaniki nachar og'inlarni do'st tutib qilishi. Sabablarning birisi. Yana birisi balaga davomli aqli topgan tatib, hattoki azroq binasini idrok his qilgan tatib, aqid ro'yi ta 20 yoshga qadar xatarlik bosqich o'tab rushdi. Ayet kerimideki senin rushtaş, aklın tepip doğru yol kadem koyun şu başka kadar aqid ro'yi yil ay kadem kun ta'kidlanma geldik. Enin kendi bu balla atanız ustaz tutanmaganlık için bazı bir kallası suallarga dünya qarash, qimmat qarash, Müslüman nemish qilib bugungiday kuni qoldi, boshqalarimiz taraqqi ketdi. Nemish qilib boshqa xoligan jusi bo'ldi, nemish qilib biz juranmaymiz degan qo'shib bu masalalarda ota-onasi qanoatini topolmagan uchun bu ustozni kimdan tutdi? İnternet dunyosi ustoz tutib oldi. Buning o'rnak kimsa Abu Bakr emas. Buning o'rnak kimsa Imom Shafiy emas. Buning o'rnak kimsa Sabit Damallar emas. Buning o'rniki yoki futbolchi, yoki diskchi, yoki bir san'atchi, yoki bilimchi. Buningki o'rnaki ashu. Unda bo'lganki bu ballada ilim, ma'rifat, qiziqish bo'lmas yo'q. Shakllanmaydi. Ota-onasining gapini anglamdosi yo'q. Nimish qilsa bu yerda aqidadagi halol harom ma'nosini ko'rsam to'g'ri, ma to'g'ri emas. Ma'ni ko'rsam halol, ma harom emas. Ma musulmonligim yarashadi, yarashmaydi. Qari bo'lgan bo'lsa, men qariligim uyg'un kelmaydi degan bu bosqichdan xolamay, his qilmay bu bala otlab chiqib ketdi, chegarada olib ketdi. Reallik bo'lsa, reallikmi shu? Bu holat shakllan. Demak, bu yer internet dunyosi bugungi kunlikda qadrli ko'rilmali ustozlar Ballarning e'tiqodini, ballarning axloqini, ballarning tafakkurini, ballarningki yurish turishini kontrol qiladigan yoki belgilaydigan manbaga aylanib qoldi. Xo'sh. Alloh bor deyishi mumkin. Alloh bir deyishi mumkin. Ammo shu bo'yicha Alloh meni ko'rib turdi. TikTokni ko'rgan bo'lsa halolni ko'ratamdi, haromni ko'ratamdi. Instagramni ko'rgan bo'lsa ko'zini ochdi. Alloh meni ko'rib turdi. Men ota-onamni maxfiy tutgan do'stlarim bilan deyishayotgan gapni Alloh anglab turdi. Bu aqidaning ro'yi u balda bormi yo'qmi? Bu masala bu yerga qarash lazım. Demak, bu yerda e'tiqod, baldagi e'tiqod ro'yi, axloq ro'yi, tasavvur, dunyo qarash ro'yini kim belgilab o'tsa, nima deyapti? YouTube'da uni qilamiz. Instagram qarz buni qilamiz, yana biz qilamiz, xilma-xil. Kunlik bir narsa chiqib turgan ekan. Qimmat qarashdan holiqib ketgan narsalar bu balaning e'tiqodini ya buzib o'tpardi, yoki yo'qitib o'tpardi, yoki keraksiz, qimmatsiz bir narsaga kirib qo'yadi. Endi qanday qilamiz? Reallik bo'lsa reallik. Bugun kunlikda xolamay internet dunyosidan telefon deyli, bilgisayar deyli, bundan uyam ekkanmayman, balam yo'liqtiman deyolmaydi. Bularmi 2 yil mobayn koronadan iborat bu kasallik sababidan ko'pligan bolalar o'zining yeshidan ilgari kompyuter qo'llanadigan, o'zining yeshidan ilgari telefon tutadigan bir reallikni jamiyat majbur so'rab etgan. Xo'sh. Bolalar 6 soat, 8 soat dars o'qiydigan bilan davomli ota-ona bu dars o'qitamdi, yoki darsni chiqib keyinda PG Allah qandaq o'yallar bilan Allah qandaq dunyo cho'kilib yuramdi, davomli qarab o'tmaydi. Anisi ashitdi, dadasi ish qildi, bizlar ishlaydi. Bu bolalar xolamay xiyoliy dunyoda ishqijal g'ayr qolib ketdi. Shu bu bolalarga asli keltirish uchun, agar aslini yo'qitib qo'yganlar bo'lib qolsa, bu kichik avlodlar, yangi avlodlarni bu xil internetninki xato taraflaridan, to'g'ri taraflaridan emas, xato taraf saqlab qolish uchun buning aqid ruhini sindirish lazım. Har bir anglayotgan narsaning hisobini bersin. Har bir ko'rayotgan narsani ikki farishta xotirlab turib qiyomat kuni ekran oldinga chiqadi. Bugun o'lishing mumkin, erta o'lishing mumkin. O'ylan buni. Sen bu dunyoda nima uchun tug'ilding? Senda bir g'oya yo'qmi? Vaqtingni mujda keraksiz, qimmatsiz narsa bilan o'tkazib o'tamsan. Sening bir olim bo'lg'ing yo'qmi? Sening bir pilot bo'lg'ing yo'qmi? Sening bir injener bo'lg'ing yo'qmi? deydigan bir g'oya tiklaydigan bu narsa uchun birinchi qilib buni e'tiqod ro'yini sindirish lazım. Allohdan qo'rqadigan ruh sindirish lazım. Buni ilm ma'rifatga buni davomli tashabbus qilish lazım. Shuning bilan birlikda izchil davomli. Ya bo'ldi buni bir ay maktab o'qitib qo'ydim, hamda nima ish qilamiz? Davomli har kuni Qur'on bog'lash, har kuni islom e'tiqodiga buni 10 minut olsin, 5 minut olib qolsin bog'lash lazım. Buning bilan birlikda to'r dunyosida balni olim qilish uchun to'r dunyosi yaramaydi. Buni kisb aytimiz ota-onalar.
tor dünyasına Google'a tayinib alim bo'g'inmaydi. Shar'iy nuqtadan bo'g'inmaydi, boshqa nuqtadan bo'g'inmaydi. Qisman bir narsaga ega bo'lishi mumkin. Foydalanish nuqtasi. Foydalanish nuqtasi. Bola kitobga besish lazım. Kitobga yurish qilish lazım. Kitobni asos qilish bu internet dünyasi qo'shimcha qilish lazım. Shunga bolalarniki internet ishlatishga cheklam qo'yish lazım. Bolalarni ilm ma'rifat, bolalarni aqidasi qo'g'daymiz deyotganmiz, axloqni qo'g'daymiz deyotganmiz, cheklam qo'yish lazım. Cheklam qanday bo'ldi? Kunlarga 1 soat yoki 2 soat qolgancha cheklash. Uydagi Wi-Fi nimasi olgan bo'lsa, uni cheklash. Uniki internet kirsa, Ahmetning telefoni 1 soat ishlaydi, uziladi. Tor dunyosi. Masalan, shundan bilan birlikda iPhone telefondan boshqa telefonlar olib qolsa, ota-onalar foydalanishi deymizki, Family Link deydigan bir programma. Samsung telefoni, Androidning hammasi shu. Bu orqali bolalarning telefonini obdan kontrol qilgan. Bir kunlik 1 soat, fatin 1 soat ishlatadi. Qag'oq telefonni ishlatishgan. Uni obdan joyda qilsa, telefonni ala oladi dadasiga, telefon kaz qabul qila oladi, ammo undan boshqa WhatsApp deyli, Facebook deyli, telefonni tushirib olgan kino hech qanday ishlamaydi. Qishqa o'xshashlarni aylantirgan programmalar bor. Bugun kunlikda Amerikada yo'tim cheklaymiz, 18 yosh qadar degan xabar chiqdi. Bugun kirish mumkin. Demak, shu yerda ma'lumot, ma'rifat kengayib kelganlikdan Amerikada taraqqiy qilganmi? Shu plandan shu gapda bo'ladi. Bugun chiqishi mumkin. Biz o'zimizdan nimasini dastlab qilishimiz. Gollandiyadami cheklash nimasini yo'l qo'ydi o'tgan xabar bor. Demak, bu yerda bolalarga 1-2 soatga berganligi bolaning zehnini to'sadi. Kitap o'qiydi deb ham qarasa, hali o'yan kallasi kelib olgan, kitap o'qisa, hali gitarchi kallasi kelib olgan. Buning aqlisi buzildi, axloq buzildi. Bu o'zi uyda olgan bilan buni hali Angliyadan, hali Fransiyadan, hali bir yerdan topamiz. Demak, bu bola o'zining kimligini yo'qotib qo'ydi. Shuning bilan birlikda bolani nazorat qilish lozim. Bolaning emailini davomli nazorat qilish lozim. Bola nimani ko'rayotdi, uni kuzatish lozim. Telefonni qanday applarni tushirdi, qanday filmlarni tushirish, uni nazorat qilish lozim. To'g'rimi, to'g'ri emasmi? Chunki oyatning hukmida qu anfusakum va ahlikum nara dedi. Balanınki mahbiyetiga chaqilganlik emas. Bala o'zining aqlini tepib to'g'ri yo'l topgan qadar hidoyat yo'lda boshlash islomning buyrug'i, Qur'onning buyrug'i. U balaning nimasiga chaqilganlik emas. Islom aqidasi bo'yicha, islom kimlik bo'yicha tarbiyalaydi ekan, bala nimani ko'rayotdi, nimani ishlatadi, bu yerda davomli nazorat qilib to'g'ri bo'lgan bo'lsa, qisman vaqtni isrof qilmaydigan darajada yo'l qo'yish, agar to'g'ri bo'lmagan bo'lsa, buni taskin holatda harom narsani harom deb kesib yo'lni itish lozim. Bu bolalarni internet dunyosidagi bolalarning aqidasini buzayotgan, aqidasini xaroblashtirayotgan, axloqini buzayotgan, kimlikni yo'qotib qo'yayotgan, keraksiz qilib qo'yayotgan bu omillarni yo'qotishdanki qisman choralari buni keyin kunlarda tafsili to'xtatishimiz mumkin. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Haqiqatan yaxshi nuqtaga, muhim nuqtaga diqqat tortilgan. Endi deganimizdek hozir hattoki kichik bolalarga bu zahar singib kirdi. Hattoki men ko'rilmalarni biz bu telefon masalasida doktor Nametcan bilan maxsus telefonning xatirini bu darajada o'ylab boqolmadingizda. Bu ilmiy nurg'un maqola e'lon qilinmaslarda buni chuqur bir ota-onalarniki qayta bir ko'rib chiqishni umid qilamiz. Istiqlolniki qonunimizda bor. Va realligimizga nazarda bir bo'limda shu bolalar masalasida bo'libmi bolalarga, kichik bolalarga telefon tutqizib qo'ydigan ota-onalar haqida bak nayt ig'ir gaplar va qattiq gaplar var hamda. Buni ko'rishni umid qilamiz. Hamda bu kichik bolalardanmi o'ta hamdadir kichik bolalarimizga yamashgan bu kasal allıburun yaşlarımızga nurgun uyabiyerini anlap duruvatımız bulağı köstüvatkan tesirimi nayeti iğiramdı bununki. Şöyle bir noktada kıstırıp koyayım. Mümkün kadar ballağa telefon, bilgisayar, iPad'ga o'xshash narsani mümkün kadar bir dağaç kechikirish lazım. En az olgancha 15 yaş kadar. Zo'r bo'lamiz. Xo'sh. Chunki bolalarniki 15 yaş kadar ko'pincha bolalarniki bu bilgisayar, iPad'dan dars o'qish mumkinlik ehtiyoj bor. O'tgan vaqt kasal bilan uyda mecbur bo'lib qolgan, bugun ehtiyoj yo'q. Kitob. Bolalarni bilimli qilaman deyotgan buni kitobga basish lozim. Mümkün kadar yiroqlashtirish lozim. Bo'lapmi ilg'or telefonlardan. Telefon lozim bo'lib qolsa oddiy Nokia, burun zamandaki Nokia'sı zo'r bo'lib qolsa balam sen nada u deydiganqa shu narsa edi. Shuning bilan birlikda bolalarni telefonda yiroqlashtirman deyotgan ota-ona o'zi yiroqlash lozim. Ota-onasi ishdan kelgan bo'lsa kech 2 soat o'tirib, onasi bish bo'landa, dadasi bish bo'landa, bish bolasi ishqabatga o'z ustida yana o'tasa, aqmaydi. Balam telefonni qo'ysa, sening qo'lingdagi nima?
Sen Kur'an'ı alsan balanma hiç olmaz kıcılı olup kalsa azrak Kur'an'ı alırdın. Sen bir kitapını okusan, İslam'ı düşüney, dünyanın düşüney, siyaset düşüneysen balanma. Demek balanı bir işten tosmakçı olup kalsan deslatı özanı jürüştü. Özanı kontrol kıl. Doğrulan hatanın birinci ölçemini üzü koyuş lazım. Tamam. Allah razı olsun. Hem de ahırda şu akid terbiyesinin yaşlığa boğan ehmiyeti ve onun mühimliği hakkında biraz. Yukarı bayanlardan keyin deymiz ki balalarning ruhiy dunyosiga, ya'ni aqidasiga, aqliga, axloqiga, fikriy dunyosiga, jismiy holatiga, ruhiy holatiga, psixikasiga teng ahamiyat berish bu tarbiyani sog'lom usul. Yig'inchoqliga vaqt ruhiy holatiga, aqliga va jismiga teng ahamiyat berish bu tarbiyatga eng sog'lom yo'l. Islomning buyrug'i shu. Balaning ruhiy ko'ngil bilanglar, aqli ko'ngil bilanglar, balaning jismi ko'ngil bilanglar. Şuna tang etmeniz bu terbiyedeki en sağlam. Ama afsuski günümüzde bugünkü ma'arif sahasida balalarınki ruhiy dünyasıga, yani aqidasiga, axloqiga ancha ko'ngil bo'lib ketmaydigan, balalarning aqliy dunyosi bilan jismiy dunyosiga ko'ngil bo'ladigan ish ustunlikni egallab ketadi. Balalarning aqli ko'ngil bo'lsak, aqli ochilsa, jismi sağlam, salamet bo'ldi, uni aqidasi bilan nima ishimiz, axloq nima ishimiz deydigan bu holat shakllanmoqda. Bu balalarga bir ahiret lazımdı. İman cihetten netice kazansa özüne ve ata-anasına, urug' tuqqanlarga bir foydasi qilib qala, qiyomat kuni Allohning hisobidan oson qutulib qoladigan ma'qul holatdan bekrak. Bu dunyoda bir hüner o'rganib olsa, bir ishni o'rganib olsa, bu dunyoda netice kazansa bo'ldi. Buni oxirat nim bo'lmamdi deydigan bunda bir hata etiye şeklini kıldı. Emeliyatta bu dünyanın netice kazanış lazım. Bu dünyanın yüksek bir seviyeye iyi olan maharet iyi olması lazım. İslam'ın körsetmesi şu. Lakin İslam dedi ki dünyanı mı ügen, ahiretini mi ügen. Dünyanın şu mu işgal, ahireti şu mu işgal. İşkin, tam tutmadı. Ruhi haltın mı köngül böl, akli haltın mı köngül böl, cismanın mı köngül böl. İslam'ın buyruğu şu. Ama bu garipten gelgen ma'arif sistemimizde balına akli, terakki kıysa, cismi haltı sağlamlı olsa, onun ruhi haltı ne mi olsa, onun ne mi işcan deydiğen bu xil nachar illat avjanmoqda. Ama afsus ko'plagan shaxslarninki nimasi deyman, bal o'qisa bo'ldi, e'tiqod degan atogin ketib berib o'rganib oldi. Atogin ketib berib ya dinsiz bo'ladi, ya xristian bo'ldi, ya kommunist bo'ldi, ya bijim bo'ladi, ya keraksiz binasi bo'ldi. Musulmonlik qimmati yo'qdir. Atis bilan bo'lgan narsa emas. Bugungi narsa, bugun bilamadimi shu ziyon modisi, shu ziyon. Halbuki iymon tarbiyasi musulmonga nisbatan balog'at yoshiga yetgan tat bolalar belki onundan ilgili İslam dinimiz balagı değil saklar demeydi. O en çok hesap kitap başlığı var. 15 yaş desek kız oğul hesap kitap resmi başlandığın saat mi saat hesap bildiğin kitap. Onundan ilgili namazı 7 yaş vaktini taat ügetti. 7 yaş vakti namaz ügetse akidin neçe yaş taat ügtüdü. Kur'an'ın neçe yaş taat ügtüdü. Onundan ilgili 4 yaşta binersin bir azırak kitap okuyduğu yerken boz başlar değil. O yan bilen, koçak bilen televizörle ötkizmet misin? Bal 7 yaş geçen namaz okuşunu ügetsek, onun aqideninki asasını yengil şekilde, balı düşündüğün şekilde onu ügtüp ulaştan lazımlıkını hadis biz gösterdik. Çünkü kopla okuyamaydı ki namazını. 7 yaşta buyruğunlar diyenken onun aldı da onu tayarlap ol diyen gepti aslında. Demek bu ömrü boyu kıldığın işi olan boğaz, şunun işini tegiden tatip seçti lazım. Yukarı degenimizden ösümlük küçük vakti üç kıysa, önüm belgendek balığım küçük vakti de gönül bölsek, enden önüm böl. Müslüman nispeten sağlam insan yetiştirmezsek, sağlam bir aile şekillensek, sağlam bir cemiyet şekillensek bu iman lazım. Sağlam bir medeniyet şekillendirişimiz desek, medeniyet kurup çıkımız desek iman lazım. Bugün medeniyet bağımız sağlam mı? Buna cevap her xil çıkıyor. Adamın psixiki, ruhi cihati, xotirjamlikninki kepili bu. Xoş. İman deganimiz. Dunyoda oxirat natija qozonishning asosi mi? İman. Şuna bu meseleге sal qarab o'tkazib o'tganmaydi. Bugun kunlikda qarasak, biz bolalarimizni har tarafdan ozdirib ketadigan, bolalarimizning kimligini har tarafdan o'g'irlab ketayotgan ayndaq bir zamonda yashayapmiz. Xoş. Aqidada ozdirishi mumkin. Axloq jihat ozdirishi mumkin. Maktabda o'qishga qiziqtirmay ozdirishi mumkin. Ba'zi tamosh chektirib va uning davomini chektirib ozdirishi mumkin. Ba'zi maktabda o'qigan, uning qanchalik bino chiqdi, uning o'rnini ishlasang, hozir manchalik pul topsang deb maktabdan chekindirib ozdirish mumkin. Demak, har turli bir ozdirish qilish qilyapmiz. Enin kendi bolalarning musulmon kimligi, milliy kimligini yo'qotib qo'ydigan bu ahvollarga bular g'arb dunyosida bizning qarindoshlarimiz ig'ir duch kelyapti.
Yaqinimiz 5 yil, 4 yildan chiqqanlar, "Oy, unda degan 20 yil o'tganini ko'rib. Balki 30 yil burun bag'anlar o'zining tajribasidan so'zlasa, yoki uning ballarning reallik qarab baqsak, kimlik bormi, yo'qmi, uningga isbot shu yerdan chiqib turdi. Demak, bu ballarni iymoniy jihatdan, axloqiy jihatdan, ilmiy jihatdan, ong jihatdan tarbiyalash islomning buyrug'i. Payg'ambarlarning ko'rsatmasi bu. Bir musulmon nisbatan eng ulug' muqaddas bir vazifa. Buningdek ulug' bir muqaddas vazifa bo'lmasa kerak. Şu Peygamber Aleyhisselam yukarı deganimizdek, mana bir ota-onaning balasiga bera oladigan bir yaxshi tarbiya. To'g'ri. Bu yaxshi tarbiyaning doirasi albatta kengayadi. Demak, hepimiz chiqqan vaqtimizda balalarni bir sog'lom bir aqida, go'zal bir axloqqa, bir samimiy musulmondachilikqa, bir qobiliyatli odamga ega qilamiz deyotganmiz. Birinchi qilib balalarga aqida asosi kichikdan tortib o'rganish lazım. Kichigidan tortib buni aqida asoslarining taqozzolarini buni singdirish lazım. Balam takışça çoğu olgancha ögünüp alıdı. Hazır mani ögünüp alsın, üne ögünüp alsın, o bundap kessa, bu bal çoğup ketken çağda, onu üktüp oğulunmaydı, o balın tutkunun bulmaydı. O vaxtıda bu atanın mesuliyetsizlik kıygan oldu. Mesuliyetsizlik kıygan oldu ve balısındaki hata yol kirip gidişke öze bir vasıta sebepçi olgan oldu. Bunu atanınla his kılış lazım. Demek ballarının ki hayat münasebetlik suallarına, dünya münasebet suallarına, dünya qarashga münasebet suallar cevap bereleydiğen bir aqid ruhi, aqid terbiyesi ata-onada yoki boshqalar shakllansa, bu aqid terbiyesi bolalarga iymoniy jihatdan, axloqiy jihatdan, dunyo qarash, qimmat qarash jihatdan bir qal'aga aylanadi. U vaqt bolalar bu yerda aldirab hujum chiqmaydi, aldirab ezib ketmaydi. Biz mush maqsadlarni ishga oshirish uchun boshqa bir e'lonimizda, aqida va axloq darsi degan e'lonimizda 300 suallık aqid to'g'risida 300 suallık bir programmani başladık. Hep çıkarttım. Şenbe günü resmi başlandı dershanimizda. Bunun qatnashishni xohlaydigan qarindoshlar bo'lib qolsa, yoshlardan tortib cho'g'largacha umumiy chet el to'g'risida bundan foydalansa bo'ldi. Bu 3 oy qadar davom etadi. 300 savol, 300 ga yaqin savol maxsus aqida haqida to'xtalib o'tamiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib programmamizni mishada oxirlashtiraylik. Haqiqatan bu masalaning jiddiyligini his qilishimiz kerak. Bu farzandlarimiz bugun shunday bir davrda yashayapmizki, hammamiz xatarni his qilib turibmiz va qo'limizdan kelgancha nurg'ullarimiz albatta tirishayotgan bo'lishimiz mumkin. Ammo har qancha qilsak ham butunlay buningdan to'g'ri shaklda bularni foydalantirish uchun bularni mana shunday so'zlangandek dinimiz asosida tarbiyalamasak, bularni kontrol qilmasak, bunun javobgarligi dunyo oxirat ig'ir bo'lganligi aniq. Robbimiz hammamizga bu tuyg'u bilan harakat qilishni nasib qilsin. Va ustozing deb o'tgandek bu programmaga farzandlarini yoki o'zi qaytilishni xohlaydiganlar ustozniki o'ziniki shu Facebook'dagi adresini bilasizlar hammalar, Abdurahmon Jamol Kashg'ariyninki. Bu yerdami e'lon qilindi-ku? E'lon qilindi. Tavsiya qilamiz albatta. Alloh subhanahu va taolo umr basi oldimizga hatta yana bir tema bilan ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.